Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilarimiz, assalomu alaykum obunachilar. Mana bugun yana bir ishimizni yakunladik. Andijon viloyati Buloqboshi Qo'rg'oncha qishlog'iga qo'yilgan ishimiz Akfa alyumin zolotoy dub yodoviy bir qavat oyna bo'lgan. Hop, 10,5 metrga 11 metr ustullari bilan hisoblangan 11 metrga teras olib kelib qo'yib berdik. Bo'yi 2,60 bo'lgan, so'rilarining bo'ylari 2,15 bo'lgan. O'sh 4 toraliq, 2 toraliqda so'rimiz bor. Bitta toraliqdan eshik qilib berdik. Qolgan 3 toraliqdan qochladigan rom qilib berdik. Romlarning ko'zlarini eshikka bo'lib, o'rt tepasini 3 ga bo'lib berdik. Pastlarini alkafon qilib bitta liniyaga tortib berdik, so'rilarini ham, tepalarini ham, ustullarni o'rab berganmiz. Ishlarni bu qator ko'rib qo'yamiz hozir. Tag'larni alkafon qilganmiz, ustullardan seli ustun qo'yib berganmiz, uloqsiz chiroyli qilib. Bitta ustunni butun qilib o'rab berganmiz. Uchkasini termovushga qo'yib berganmiz, barpodadan. Qilishlarni ham cho'tga chiqib xudo xolasa. Ichkaridan ham bir syomka qilamiz. Ichkaridan har bitta oralda bittadan ochilish bor. Rom ochilishlarimiz 5 ko'z bo'lib o'rtadan bittadan ochilish bo'lgan. Akfaplastni temirlarni montaj qilib berganmiz. Akfaplastni bitta uni montaj qilishda eng zo'r tomoni qishda zo'r ushlaydi. Yaxshi yopishadi. Havo kirishi kam bo'ladi, sovuq kirish. Shuning uchun har doim shundan qo'yamiz. Har bitta oraliqdan ochilish. 2 qanotli eshik. Zamonlari silindirli qo'yilgan. Ko'pchilik kvadratini so'raydi. Bu verandani kvadratlari arzonroq chiqadi akalar. Mana shu ko'rib turgan verandamiz kvadrati 560 mingdan bitdi. Hamma yo'q ichida bo'lib, xudo xolasa. Eshik romlariga keladigan bo'lsa, eshik romlar qimmatroq chiqadi. Agar oynasi 2 qavat bo'lsa, yana ham qimmatroq chiqadi. Shunga qarab narxlari chiqadi. Shunaqa katta 11 metrli 25-30 kvadrat atrofida verandalar bitta ochilishlar bo'lsa 560 mingdan kvadratini qilib beramiz. Kvadratni 560 mingdan qilib berganmiz. Общий. Kimga shu xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqa olasizlar. Nomerlarimiz 98lik 909 95 91 Telegram, WhatsApp hammasi ishlayapti. Rahmat, sog' bo'linglar.